kuniga 100 dollarlik biznes, 100 dollar kuniga pul topsalaring bo'ladi. Mana shu chip-chiplar yordamida buni videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga mutaxassis akalarimiz va batafsil ma'lumot beramiz. Video opsiyasini nomini yozib qo'yaman, bemalol qo'yib ko'rasizlar. Mana aka-ukalar jo'jalarni yangi olib chiqish bugun ochilib tuxumdan bular o'sha 18 kun bitta inkubatorda 3 kun vaqtda turar ekan. Mana yangi ochilgan, mana issiq turibdi, issiq taqib turibdi. Cho'tkani olsak, mana tuxumdan yangi ochilgan, hali bular tashqariga chiqqani yo'q, sog'lom. Agar moboz jo'jalar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa qilib bemalol olaverasizlar. 5,5 ming so'mdan optim narx ekan. Bulardan olib mobodo misol o'zingizni shaharingizda sotsangiz ham bo'lar ekan. Jo'jalar sog'lom, zo'r holatda mana qaynab turibdi, parch qilyapti ulardan. Hech qanaqa kasallik yo'q, zo'r, cho'tki bo'lib turibdi ular. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Mobodo olib sotishda o'zi ham foydalansangiz bo'ladi. Buni katta qilib tuxumini olib, tuxumidan ham foydalansangiz bo'ladi. Jo'jalarimizni noldan o'sha inkubatorga solib, o'sha 21 kun davomida ochib chiqiladi, xudo xolasa. Batda bu inkubatorimizda necha kun turadi? 18 kun turadi. O'sha o'zini graduslari bor. Har kun o'zgarib turadi graduslari. Suv ham qo'yiladi ichiga, yo faqat svet issiqlik. Namlik kerak bo'lsa, bu avtomatik namlik beradi. Hosilta beradi o'zi, namlikni. Hosilta beradi. Sovutish kerak bo'lsa, harorat ko'tarilsa, haroratni tushiradi. Zamonaviy, eski emas. Zamonaviy o'sha 18 kun mobaynida bu inkubatorlarimizda turadi. Bu undan tayyor bo'lgandan keyin bu ikkinchi tomonda yana bitta inkubatorimiz bor. Bunda 3 kun turar ekan. Rosa o'sha bilan va jo'jalar tayyor bo'lib o'sha tuxumdan chiqar ekan. Aka buni bir eshigini ochib ko'rsak bo'ladi, ko'rsataymi obunachilarimizga. O'sha jo'ja olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bor. Buni ko'rib, xudo xolasa o'zini mana issiq havo haydab turibdi bir xilda. Tovuqlarimiz, nimalarimiz, tuxumlarimiz, bu nima deyapsiz? Nimani tuxumi deysiz? Bizda o'sha do'mboq jo'janing tuxumi ham bor, broiler ham bor. Bular broiler deysiz-a? Buni ichida broiler tuxum ham bor. Ha, broiler bor, keyin qora tovuq bor ekan. Uy tuxumlari bilan ochirib berishar ekan, xudosi 21 kun davomida. Qancha desalar ham bor, qancha jo'ja kerak desalar ham butun O'zbekiston dastavka xizmati bor. Bemalol kelishilgan holda dastavka qilib bemalol jo'natib olishaveradi. Mana ishlab turibdi, hammasida tuxum bor. Xudo xolasa, mana ular oddiy qora tovuqning tuxumi. Uy tuxum. Ha. Qanaqasidan desalar ham o'sha 21 kun davomida xudosi ochib, chiqarib butun O'zbekiston dastavka xizmatini qilib berishaveradi. Buni endi anu 100 dollar foyda dedim. Hozir gaplashdim aka-ukalar, mutaxassis akalarimiz bilan 80 mingta 90 mingtaga yaqin tuxum chiqar ekan. Mana shu 5 ta nimaga, boksga. O'sha xudo xolasa qancha miqdorda jo'ja kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bemalol xudo xolasa chiroyli qilib, o'sha sog'lom qilib, bularni ishlab chiqarib, tuxumdan ochtirib, bemalol sizlarga o'sha chiqarib olishar ekan, xudo xolasa. Endi men sizlarga hozir 100 dollar kuniga qanaqa topishni batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu jo'ja biznesi, xudo xolasa o'sha bir mingtacha jo'ja qilib olsangiz, bir 3 oyda katta bo'ladi. Qancha kiradi 3 oyda? 5 oyda kiradi. 5 oyda kiradi, xudo xolasa o'sha uy tuxum bo'ladi. Bular hammasi mana turganlar uy tuxum qora tovuqniki. O'sha uy tuxumda jo'jasini olishlaring kerak. O'sha foydali bo'ladi. Chunki nimaga desalaring, bitta hozirgi kunda uy tuxumi 2000 so'm ekan. Bir dona hali inkubatorda haligida arzon tuxumi bor 1000 so'm ekan. Endi sizlar uy tovug'ini olib, o'sha 5 oy davomida katta qilib vaqtda dori-darmonni bersalaring, bitta misol 90% tug'adigan bo'lsa, 1000 ta tovuq 900 ta tuxum tug'adi, xudo xolasa. Hozirgi kunda 2000 so'mdan sotilayotgan bo'lsa, buni o'sha 2000 dan 900 ga batirsalar 1,8 million bo'ladi. Bu 150 dollar atrofida bo'ladi. 50 dollar xarajat, nima, svetga, gaz, suv, svet hamma yo'q, yeb ichishi xarajatlar ketadigan bo'lsa, o'sha misol bitta ikkita odam ishlatsalar, o'sha odamlarga oylik, mablag' ketadigan bo'lsa, bir kunda 100 dollar foyda qilsalar bo'lar ekan. Tovuq biznesida o'sha tovuqda misol 5-6 oyda o'sha bemalol daromad kirasizlar, xudo xolasa. Yana ham batafsil ma'lumot pastda nomer yozib beraman. O'sha akalarimiz sizlarga xudosi jo'ja yetkazib berishadi. Butun O'zbekiston dastavka xizmati bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Kuniga 100 dollar topsalaring bo'ladi. Bu degani harakat qilsalaring, yaxshi harakat qilsalaring, bir oyda 3000 dollar, 2,5-3000 dollar atrofida foyda qilsalaring bo'ladi. Undan ham ko'proq daromad qilsalaring bo'ladi. Faqat o'zlaringning harakatlaringga bog'liq. Pastda nomerlarga aloqa qilsalaring, akalarimiz xudo xolasa sog'lom, baquvvat, qora tovuqni uy tuxumidan chiqqan jo'jalarni yetkazib berishadi, xudo xolasa. Qandoqlar sog' bo'lsa, yana davom etamiz. Bu jo'jalarimiz mana bular issiq turibdi, mana qaynab hozir chiqishgan, yangi tug'ilgan bu jo'jalarimiz. Xo'p, bular 1 kunlik 5,5 ming so'mdan sotishar ekan Optimga. Agar mabodo sizlar
qiynalamiz, bu kichkina ekan hali, sizga jicha boqib berishsin desalaring, xohlasalaring 10 kunlik qilib boqib berishar ekan, 10 kungacha boqib berishar ekan. Xohlasalaring 2 oygacha o'sha birar qarichlik bo'lar ekan, birar qarichlik o'shangacha boqib berishaver ekan. Bemalol akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomer bor. Ularni yeb ichishi, qanaqa gradusda katta qilish kerak, hammasini batafsil ma'lumot berishadi. Xudo xolasa, mutaxassis akalarimiz bor. Butun O'zbekiston dastlabki xizmati bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan holda dori-darmonni nima yeb ichadi, hammasini batafsil ma'lumot berishadi. Mana jo'jalarimiz sog'lom, 1 kunlik, hali chillasi ham chiqmagan bularni. Aka, hozir bu jo'jalaringiz mana bor ekan, bular zakazkami hammasi? Zakaz bo'yicha bular? Ha, hozir zakaz bor o'zi. Ha, o'zi hammasi zakaz bor bularda. Agar mabodo bizni nima mijozlarimiz, obunachilarimiz ko'rib, sizga telefon qilishsa, ochilibga yozib zakazlarni qilib beraveradi. Ha, zakaz berilsa, bizda shu 5 kun istab, har 5 Xudo xolasa. Butun O'zbekistonda dastur qilib beraverasiz, kelishilgan holda. Ha, qilib beraveradi. Hop. Ular enalari bor. Ularda ota-onasi bor ekan, yo'qolib bo'lmagan ekan. Ularni ota-onasi ko'rsatish uchun, o'sha ishonchli, sizlarga 100% ishonchli bo'lishligi uchun hozir ularning kattasini o'sha ota-onasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bular ota-onalarni ko'rsatamiz, 100% ishonchli bo'ladi, xudo xolasa. Yana ham shu oddiy uy qora tovug'i. Bu akamizda o'sha bu jo'jalarimizni tuxumni o'zlaridan ishlab chiqarar ekanlar, o'sha uy sharoitida ishonchli 100% uy tuxum. Hozir bu akamiz bilan birgalikda o'sha katta tovuqlarni ko'rsatamiz. Mabodo endi bir 100 tadan ichidan bitta bunaqa sariq surg'i chiqib qolishi mumkin. Bu menga yoqmadi, menga kerak emas desalaring, buni o'sha olib olishaveradi, o'sha o'rniga qora berishaveradi. Aka-ukalar, bular xudo xolasa o'sha 10 ta misol jo'ja olsangiz, 5 tasi makon, 5 tasi xo'roz chiqadi deyaptilar mutaxassis akamiz. Xudo xolasa ajratmasdan shunday berib olishar ekan, xudo xolasa chiroyli mazza qilib foydalanasizlar. Mana aka-ukalarimiz hozir mana shu ancha joyda salafanda o'rab chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana shu tovuqlarni o'sha kattasini boqishar ekan. Mana shularni mana uy tovuq hammasi xudo xolasa. Nechta tovuq bor albatta? Xullas, mana shuncha tovuq boqsalar ham xudo xolasa o'sha men aytganligi eng kami bir kunda 100 dollar bo'lmasam 200 dollar topsalar ham bo'ladi, harakat qilsalaring. Bittadan tovuq bering, 90% nima kunda qancha beradi bu? Kamida 1000 ta beradi. Kamida 1000 ta beradi. O'sha eng kam 100 dollar topsalar ham bo'ladi. Bo'lmasa 150-200 dollar topsalar ham bo'ladi. Harakat qilsalaring. Pastda bilan aloqa chiqarasizlar. Akamiz xudo xolasa butun O'zbekistonda dastlabki xizmatlari bor. Mabodo tushunmagan gap so'zlaring bo'lsa, qayerdadir qanaqa gradusda boqish kerak, necha gradus bo'lish kerak, qanaqa nimalar ovqatlar berish kerak, necha mahal berish kerak, hammasini dori-darmonigacha tushuntirib beradilar. Bu to'g'ri hozir men sovuqligi uchun, qishligi uchun ba'da turibdi, bahor kelib, sahholar issiq bo'lsa, mana faqat dalaga qo'yib yuborishar ekan, maza qilib, ba'da ovqatlanib, o'sha yeb ichib kayfu safo qilishar ekan. Mana misol uchun o'sha 10 kunlikdan 2 oyligigacha qilib beringlar desalaring, mabodo mana mana shu xona, katta xona, bemalol, hamma sharoitlar bor, udobstva, gostinitsa, xullas 3 mahal ovqat hammasi bor. Mana shu aka-ukalarimiz boqib berishadi. Xudo xolasa 100% ishonchli, bemalol. Mabodo agar sizlar yaqin orada bo'ladigan bo'lsalar, adres bitta aytib oling, adresda kelib ko'rishadigan bo'lsa. 3 ko'prikda Mehnatobod. 3 ko'prik Mehnatobod, pastda nomer yozib beraman, bemalol aloqa qilsalaring, lokatsiya tashlab berishadi, kelib, ko'rib, o'zlarining ko'zlaring bilan ishonch hosil qilib, xudo xolasa o'z bizneslarini boshlab, o'sha soqa qilsalar ham bo'ladi. Pastni bosasa, ha, bo'ldi. Ketdi. Mana akamiz 2019-yil karantinning boshida 800 ta bilan 1000 ta orasida tovuq boqqan ekanlar. Bu ikkinchi xonamiz, bemalol o'sha 10 kundan 2 oygacha boqib beradilar. 800 ta bilan 1000 ta orasida tovuq boqqan ekanlar. 3-4 ta atrofida o'ldirib qo'ygan ekanlar. Nima sababli desangiz, o'sha vaqt ovqatini bermaganlar balki o'sha gradusini yaxshi ushlamaganlar. O'shani hozir уже 5-6 yillik tajribalari bor, xudo xolasa. Sizlar ham agar ziyon qilmaylik desalaring, sirazu akamizga aloqaga chiqib, o'sha jo'jalar sotib olib, xudo xolasa, so'rasalaring, xudo xolasa, o'sha necha mahal ovqat berish kerak, qanaqa gradusda boqish kerak, qanchalik pomeshcheniya bo'lishi kerak, katta kichikligi, razmerlari, misol 10 ga 10 joy bo'lishi kerak, 3 ga 3 bo'lishi kerak, hammasini xudo xolasa batafsil ma'lumot beradilar. Pastda nomerga aloqa qilsalaring, kelib ko'rsalaring bo'ladi. Qo'qon 3 ko'prikda bu joyimiz. Lokatsiya tashlab beradilar. Kelib ko'rib, o'sha o'zlaring ko'zlaringni ko'rib olib ketsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Mana ko'rsatdik nimalarda tovuq, xo'rozlar, o'sha uy tuxumlarida hammasi ishonchli, xudo xolasa, yaxshi jo'jalar, sog'lom jo'jalar qilib berishadi sizlarga. Tan joylaring sog' bo'lsin. Bu videoda biznes qilaman,
uy sharoitida tovuq boqaman. O'sha jo'jani olib katta qilib foydalanaman. Tovuqni tuxum tug'dirib turib, qo'ni qo'shnimga, qarindosh urug'imga sotaman. Yaxshi foydalanaman. Yaxshi niyatdagi aka-ukalarga tashakkurlar, sog' bo'linglar.